Assalomu alaykum. Men Denov tadbirkorligi pedagogika instituti boshlang'ich ta'lim kafedrasi o'qituvchisi Panjiyeva Mottar bo'laman. Bugun men sizlarga boshlang'ich ta'lim pedagogikasi, innovatsiyasi va integratsiyasi fanidan innovatsion ta'lim muhitida o'qituvchining kreativligi mavzusida 1 soatlik ochiq darsni mavzusini yoritib beraman. Demak, biz ushbu mavzuda quyidagi rejalar bilan tanishamiz. Birinchisi, o'qituvchining kreativlik qobiliyati. Ikkinchisi, ijodiy fikrlashning rivojlantirish prinsiplari. Uchinchisi, boshlang'ich sinflarda ijodiy tasavvurni rivojlantirish imkoniyatlari. Ushbu mavzuni tushuntirishdan oldin biz avvalambor o'qituvchining kreativ qobiliyati haqida to'xtalib o'tsak. Aslida kreativlik so'zi inglizcha so'zdan olingan bo'lib, o'ziga xos qadriyatlar yaratish, nostandart vaziyatlarda ijodiy qarorlarni qabul qila olishlik kabi individual xususiyatlarni amalga oshirish kiradi. Falsafiy lug'atlarda kreativlik tushunchasi, ya'ni biror narsani yaratish, ijod qilish degan ma'noni bildiradi. Berilgan jarayon va muammolarni noodatiy ko'rinishda hal qilish degan ma'noni bildiradi. Umuman olganda biz o'quvchilarda kreativlik tushunchasi, ya'ni ularda kreativlik qobiliyati borligini quyidagicha bilishimiz mumkin. Ya'ni ularda kuchli idrok qilish qobiliyati, muammoni hal qila olish, ya'ni erkin hal qila olish, hushyorlik va ziyraklik, yangi g'oyalarni ilgari sura olish va albatta tanqidiy fikrlash kabilar kiradi. Insonning tanqidiy fikrlashi bu berilgan muammo va yechimlarga to'g'ri qaror qabul qila olishlik kabidir. Ya'ni kreativlik haqida gapirar ekanmiz, kreativlik bu inson shaxsining muammoli vaziyatlarida, masalan biz dars jarayonlarida o'quvchilarga turli xil keyslar berish orqali ularda muammoli vaziyatlarni hal qilish qobiliyatini o'rganamiz va ular o'sha vaziyatlarda o'zini qarorlarini berish orqali o'z kreativligini namoyish etadi. Kreativlik so'zi ijodkorlik so'zi bilan yonma-yon turadi. Ijodkorlik turlicha talqin qilishimiz mumkin. Masalan, ijodkorlik bu ko'pchilikka noma'lum va murakkab xususiyatlarni o'rganishga imkon beruvchi, tafakkuri va ruhiyatni har xil sharoitlarda kamol ko'rsatuvchi bilan bog'liq bo'lgan o'ziga xos fikrlash qobiliyati hisoblanadi. Albatta, ijodkorlik insonning o'z mehnati natijasida vujudga keladi. Ya'ni bunda inson g'alaba uchun kurasha olish, o'z fikrini takomillashtira olish va o'zini anglash kabi tushunchalar misol bo'la oladi. O'qituvchining kreativligi esa ma'lum bir vaziyatlarda o'zini tuta bilishlik, ya'ni o'z shaxsiy qarorlariga ega bo'lishlik hisoblanadi. Ya'ni bunda ikkita narsani bilishimiz kerak. Ya'ni o'qituvchi kreativ bo'lsa, ikkita jarayonni amalga oshira olish kerak. Birinchisi, o'quvchilar tomonidan o'quv fanlarini past o'zlashtirayotgan va ularni o'rganishni zerikarli deb hisoblayotgan o'quvchilarning e'tiborini fan asoslar o'zlashtirishga jalb qila olishlik, ya'ni motivator bo'lishlikdir. Ikkinchisi, o'quvchilarda kreativlik fikrlash, ijodiy faoliyat natijalarini rag'batlantirishga xizmat qiladigan strategiyani o'ylab topishlikdir. Shuning uchun ham biz o'quvchilarga dars jarayonida ularga baho nisbiy ekanligini tushuntirib va berilgan har qanday savollarga javobni ijobiy baholab rag'batlantirish kerak. Chunki o'quvchini fikrlash qobiliyatini qanchalik erkin to'smasdan imkon yaratib bersak, ularda kreativlik shu darajada rivojlanib boraveradi. Ijodiy fikrlash bir qancha tomondan turli xil tanqidiy fikrlash bilan yonma-yon turadi. Chunki inson qachon ijodiy fikrlashga ega bo'lsa, unda tanqidiy fikrlash rivojlanib boraveradi. Bugungi kunda jamiyatda eng asosiy narsa biz yoshlarga tanqidiy fikrlashni o'rgata olishimizdir. Tanqidiy fikrlashga o'xshash ijodiy fikrlash atamasi ham juda ham ko'p turli parametrlarga bog'liq. Ya'ni mahoratga, faoliyatga va shu kabi turli xil tushunchalarga. Fikrlash nazariyasi borasida qilingan ishlar juda ham ko'pdir, lekin aniq bir hali tahlil yo'q. Lekin shundan kelib chiqadiki, insonda qachon ijodiy fikrlash bo'ladi, u qachon har bir jabhada erkin faoliyat yurita olishni boshlasa va o'z fikrini boshqalarga erkin namoyish etishni o'rgansagina, unda ijodkorlik namoyon bo'ladi. Bizda yana shunday savol tug'iladi: qachon biz o'quvchilarda ijodiy fikrlashni takomillashtirishimiz mumkin degan. Avvalambor buni takomillashtirish uchun 4 ta bosqichni biz bilib olishimiz kerak. Ya'ni insonda ijodiy fikrlashning birinchisi tayyorgarlik bosqichi bo'ladi, ya'ni ongli ish. Ya'ni yangi bir g'oyaning o'quvchi ongida paydo bo'lishi, ya'ni bu ham bir faoliyat hisoblanadi.
Ikkinchi bosqich anglab yetish, ya'ni o'sha faoliyatni, berilgan g'oyani pishib yetilishi, ya'ni tayyor bir yangilikka, innovatsiyaga aylanishi. Uchinchisi esa ya'ni o'sha holatni anglashini borishi, ya'ni bu ilhom olishi va bu kashfiyotga aylanadi. Ya'ni u o'sha doirada u endi erkin fikrini bayon qila olishi. Va to'rtinchisi bu g'oyani rivojlantirish. Ya'ni har bir aytilgan so'zini strategiya, ya'ni rejama-reja tuzishni o'rganishdir. Biz sizlar bilan aytib o'tganimizdek, 3-rejamizda boshlang'ich sinflarda ijodiy tasavvurni rivojlantirish imkoniyatlari haqida gapirganimizda har bir sinf o'quvchisiga diqqat bilan e'tibor qaratishimiz zarur hisoblanadi. Ya'ni biz 1-sinf o'quvchilariga qanday qilib ularda ijodiy faoliyatni rivojlantiramiz? Ular asosan tasavvuri bilan ishlashadi. Shakllar, ranglar, ya'ni ularda ko'proq ongli hayotlarida tasavvur orqali biz bilim beramiz. Va mana shunday jarayonda o'quvchilar dastlabki xayolot usullarini o'rganishlari, turli xil ertak va voqealarni rollar orqali yuzaga keltirib, ya'ni dars jarayonimizda turli rolli o'yinlar ishlatishimiz o'quvchilarda ijodkorligini yanada rivojlantiradi. 2-sinf o'quvchilari sekin-sekin mustaqil fikrlashni amalga oshirishni boshlashadi. O'quv yili so'ngida o'quvchilar biror bir mavzu yuzasida endi qisqa hikoyalarni erkin tarzda tuzishni o'rganadi. Faqat ularda gap shakli qisqaroq, ya'ni 6-7 ta gapdan iborat bo'lishi mumkin. O'quvchilar 3-sinfga kelganlarida, ya'ni ularda fikrlash doirasi ancha kengayadi, so'z boyligi, lug'at boyligi oshadi va natijada ularda berilgan darsliklar orqali tafakkur dunyo kengayganligi sababli endi ular o'zlari turli xil mavzularda hikoyalar yarata boshlaydilar va fanlar haqida o'zlarini erkin mulohazalarini bildirib borishadi. Va o'quvchi 4-sinfga kelganida endi g'oyalar ustida ishlashning ayni vaqtiga keladi. Chunki o'quvchi 4-sinfga o'tganda o'zini erkin fikrlashi eng yuqori cho'qqiga chiqadi. O'zini shaxsiy meni bo'ladi. Meni ishim, buni men o'qidim. Bunda ya'ni o'sha har bir ertak va hikoyalarga endi o'zini xulosasini va o'sha qahramon o'rnida u nima qila olishi mumkinligini va o'sha muammoli vaziyatda u qanday chiqib keta olishini endi u erkin fikr bilan bayon eta oladi.